Biz ham mana 2007-yili madrasaga birinchi yil topshirganimizda yiqilganmiz. Birinchi yil yiqilganmiz. Shu yiqilganimizda bir ustozimiz aytdilar. 5-6 talabalar turganimizda hammamizdan so'rab, siz kirdingizmi? Siz kirdingizmi? Siz kirdingizmi deb so'raganlarida, shu menga navbat kelganda siz kirdingizmi dedilar. Yo'q, ustoz yiqildi desam, shu bitta tasalli berdilar qarang. Mayli dedilar, bu dunyoning imtihonidan yiqilsiz yiqiling dedilar qarang. Lekin oxiratda Allohning imtihonidan yiqilmang dedilar qarang. Mana bu dunyodagi imtihondan kelasi yili topshirishga yana imkoniyat bo'ladi. Umringizni oxirigacha topshirsangiz bo'ladi. Lekin Allohning imtihoni, qiyomatdagi imtihoni shunaqaki, qayta topshirishga iloji yo'q. Bitta topshirasiz, natija nima chiqsa bo'ldi. Yo jannat yo do'zax. Qayta tayyorlab oling, keyin yilga topshiray, keyin yilga boshqatdan topshiray degan narsa bo'lmaydi Xudoning imtihonida. Shuning uchun ustoz aytdilarki, bu dunyoda mayli imtihonlardan yiqilsiz yiqiling-yu, lekin oxiratda Allohning imtihonidan yiqilmang dedilar. Mana shu, balkim shu gap o'sha imtihondan yiqilgan talabalarimizga ozgina tasalli bo'ladi.